Assalomu alaykum obunachilar. Mana bitta Afg'on o'ta go'zalidan keldi. 100 ga 100ligidan. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Afg'on ishqibozlariga jo'natib qo'yasizlar. Bugun hafta kuniga yakshanba 2026-yil 11-yanvar chislosida Tepaqo'rg'onda video qilyapmiz. Qo'yni tushungan odam oladi. Yosh oyligi 6 tish. Bo'g'oz qisirligi egasi 3 oylik bo'g'oz edi. Imkon qadar tushunganlar kelib ko'rib olasizlar. Bizga egasi 3 oylik bo'g'oz deb aytishdi. Imkon qadar tushunganlar kelib ko'rib olasizlar. Ammo yoshi ham yosh 6 tish. Endi 3-chisiga tug'adi. Ishqibozlarga jo'natib qo'ysa narxi ham o'zimizdan nimaga o'xshab arzon qo'yib bo'lmaydi. Puli ham o'ziga yarasha qo'y ham puli qarz uradi. Narxi 1,5 ming, 2 ming yo'q, $1200 bo'lsa dastavkasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar qiziqqanlar. Kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, pastda ekranda nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Manzilda yana bir marta eslatib o'tamiz. Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'onda.